Selam dostlar. Men İlyas Habibullin, Abdulla Karif teatr aktörü. Sizni o'zimizning teatrga ekskursiyaga chaqiraman. Ketdik. Teatrga kelib kirgachda bizning tomoshachilar teatrimizning kirish bo'lmasini alagan. Bunda ularni bizning administratorlarimiz qarshi oladi. Mana bu bizning book crossing ulushi. Bundan tomoshachilar bizning kitoblarimizni olib, ularni o'qiy oladilar. Ketdik foyega. Teatr narsadan boshlana? Albatta endi ilgishdan. Tomoshachilar eng birinchi etib o'zlarining kiyimlarini garderobga topshiradilar. Kiyimlarini topshirgandan so'ng artistlar bilan yaqinlanroq tanishib ketirish uchun bizning fotosuratlarimiz ilinib turadi. Şulayıq bizning foyeda tire muzika o'ynay, foto zona ham bufet bor. Ketdik tomosha zalına. Mana bunda o'tirib bizning tomoshachilar spektakllarni qaraylar. Ortdagi 3 tarazani ko'rasizmi? Onda bizning tovush operatori ham o't operatori o'tira. Sahna, yangi spektaklga dekoratsiyalar tura. Hayda qo'ya, hayda bari qurbanға. Ketdik do'stlar. Grimyorkalarni qararga. Kirga yaraymi? Hayır. Kim bor ekan bunda? Ruzanna, salam. Selam. Nishliysang? Tekst qabatlayım. Grimyorka to'g'rida bir ikki so'z aytib ketayli. Жылы, rahat. Voy rahmat. Do'stlar, haydagizlar teatrimizning oqsoqoli Nuriy Ahmed Sofinning grimyorkasini kirib chiqaylik. Mana bu bizning ikkinchi etajga minib bosqich. Bizning ikkinchi etajda da grimyorkalar bor. Ham bizning bosh rejissyorimiz ikkinchi etajda o'tiradi. Bunda qorong'i. Niqobizlar kerak. Mana shulay. Mana bizning ikkinchi etaj. Bunda da bizning grimyorkalar tizilib ketgan. Mana do'stlar, qarag'iz. Shoqib kirarga unutmag'iz degan. Mana Riyobining motor grimyorkasi. Afishalar ilinib turadi. Eng motor grimyorka. Do'stlar, aydagiz, kostyumlar ilinib turgan bo'lmaga kirib chiqaylik hali. Onda lakkancha biz mana shunday zo'r koridorga olagamiz. Manda bizning teatrimiz repertuarida bo'lgan ilgagi spektakllarning afishalari ilinib turadi. Masalan, mana Serjant spektakli. Rejissyori Rinat Ayupov, rassomi Sergey Skamarokov, rollarni boshqaralar. Nuriy Ahmed Safin, Gulnora Abitova, Fanavil G'aliyev, Ilfat Kamaliyev, Fanis Kalimulin, Xolida So'ng'atulina ham boshqalar. Mana Jidiq qiz spektakli, Hikmat boboy hikmatlari, o'yindan o'ymoq, mana Olmashvar, Pishan bozor, Kishirminankay, Kirpi Molay do'stlar izli spektakllari hali bizning repertuarimizda hozirda bor. Nihoyat kostyumlar bo'lmasina kirsang da bo'la. Mana u bizning kostyumlar bo'lmasi. Nendigina spektakllarning kostyumlari ilinib turmaydi bunda. Yumri bosh deysangmi, casual shitek deysangmi, hikmat akiyatlari deysangmi, Mikulay, barliq spektakllarning da kostyumlari shunda ilinib turadi. Masalan, mana bu Kirpi Molay do'stlar izli spektaklidan Tulki atisining kostyumi. Mana bunisi G'oliyabanu spektaklidan G'oliyabanu kostyumi. Mana bunisi Mahabbat ko'garshinlari spektaklidan Hamdiya opaning kostyumi. Ketdik olg'a toba. Bizning tovush operatori ham o't operatori bo'lmasa. Narsagina yo'q bunda. Sahna. Mana million turli knopkali pult. Do'stlar, biz bitali unutganmiz. Tiguv sexina ham butafor sexina kirib ketdik shunda. Mana do'stlar, tiguv sexa. Bu endi butafor sexa.
Әлбәттә, инде театрыбызның кызыклы бүлмәләре шуның белән генә тәмамланмый. Карагыз, икенче этаждан безнең фойе шулайрак күренә. Әйткәнемчә, театрыбызның бүлмәләре әле бик күп. Ул тавыш яздыру бүлмәсе, тәрҗемәче бүлмәсе, реквизит, декорациялар саклый торган бүлмә, административ як бүлмәләр, гримерлар бүлмәләр, бик күп бүлмәләр бар. Ә менә монысы безнең кече сәхнә. Монда безнең төрле тренинглар уза, бию, вокал дәресләре, репетициялар. Шуның белән, дуслар, безнең театрыбыз буенча сәяхәтебез тәмам. Шуны әйтәсем килә, дуслар. Хәзерге вакытта безнең спектакльләрне онлайн режимында безнең сайтта да карап була. Сезнең белән мин Илназ Хәбибуллин идем. Театрыбызда очрашканга кадәр. Сау булыгыз.